Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tonishtiramiz. Ömer Bekali Shvetsiya parlamentida jazo lager to'g'risida guvohlik berdi. Washingtondagi zo'r namoyishning tayyorlik xizmatlari natijalik oxirlashdi. Jazo lager qamalgan Turkiya fuqarosi Uyg'urlar masalasi Turkiya parlamentida muhokama qilindi. Turkiya yashayanlar taekvondo komandasi Yevropa chempionligiga erishdi. İşğalçı Xitay təcavüzçilərinin Şərq Türkistandakı jazo lagerida yetib chiqqan tirik şahidlardan Ömer Bekali əpəndi Shvetsiya parlamentida guvohlik berdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining taklifiga binoan Shvetsiyaga yetib kelgan Bekali Shvetsiya parlamentida Xitoyning jazo lagerlarida beshidan o'tgan kechirmishlarini anglatdi. Mazkur guvohlik berish yig'inini Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi bilan Shvetsiya Yeshillar partiyasi birlikda o'rinlashtirgan bo'lib, yig'in 2019-yili 4-aprel payshanba kuni atigan soat 8da boshlanib, 9da oxirlashdi. Bu qitimqi guvohlik berish yig'iniga Uyg'ur ma'rif uyushmasining mas'ullari, Shvetsiya Yeshillar partiyasining tashqi ishlar bayonotchisi Yanina xonim, Shvetsiya Sotsial Demokrat partiyasining tashqi siyosat mas'uli Tomas Hammarberg, Xalqaro inson haqlarini kuzatish tashkilotining Shvetsiya mas'uli Monis Molander әпәнди va bir qism muhim o'rinlarning vakillari qatnashdi. Mazkur yig'inda Xalqaro inson haqlarini kuzatish tashkilotining Shvetsiya mas'uli echilish so'zi qildi. O so'zida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda Uyg'ur va qozoqlarga elib berayotgan zulmi bilan jazo lageri qamalgan kishilar to'g'risida ma'lumot berdi. Keyin jazo lager to'g'risida guvohlik berish uchun so'zga taklif qilingan Ömer әпәнди simvol shaklda put-qo'llarini zanjir bilan bog'lab jazo lagerida yotgan 8 oy jarayonida tatgan aziyatlarni amaliy harakati bilan tushuntirdi. Ömer Bekali әпәнди Shvetsiya parlamentidagi guvohlik berish yig'inidan keyin Shvetsiya tashqi ishlar ministrligida mu jazo lager to'g'risida guvohlik berdi. Guvohlikdan keyin o'zaro muhim suhbatlarda bo'lindi. Ömer Bekali әпәнди Shvetsiya ziyaratining tunji faoliyatini 3-aprel çarşamba kuni Shvetsiya Sol partiyaning tashqi ishlar bo'limining mas'ullari bilan ko'rishib, jazo lageri to'g'risida guvohlik berish bilan boshlagan. Egilinishcha Ömer Bekali әпәнди Shvetsiya ziyarati jarayonida Shvetsiya davlatining bir qism muhim o'rinlar bilan uchrashishlarni olib bordi ekan. Erkin Asya Radyosu'nun xabarida 6-aprel kuni Amerika Washingtondagi Erkinlik maydonida Dünya Uyg'ur qurultiyining bevosita rahbarligi, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorliq tashkilotlarning birlashib uyushtirishi bilan o'tkazilmoqchi bo'lgan cho'ng namoyishning tayyorlik xizmatlari bir oydan ortiq davom qilib, oxirgi bosqichni tamomlab, muvaffaqiyatli oxirlashdi. Mazkur namoyishga Shimoliy Amerika, Okeaniya, Asiya va Yevropadan iborat 4 qit'adan ko'plagan Uyg'urlarning kelib qatnashishi mo'ljallanayotgan bo'lib, bir oydan buyon ijtimoiy taratqularda buning tashviqotlari keng ko'lamli o'rin olgan bo'lib, Amerika tarixida Uyg'urlar tomonidan o'tkazilgan ko'lami eng cho'ng namoyishlarning biri ekan. Shundaqla namoyishga Uyg'urlardan sirt Amerikadagi ko'plagan turk va boshqa musulmon xalqlar ham ishtirok qildi ekan. Washingtondagi namoyish tayyorlik guruhining mas'uli, Dünya Uyg'ur qurultiyining Xitoy ishlari komitetining mudiri, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elshad Hasan Ko'kböre әпәндинең tilga elishicha, Amerikaning muavin prezidentlaridan davlat majlisi a'zolarigacha Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasini izchil tilga olib turayotgan va Xitoyning jazo lagerlari siyosatini qattiq ayblayotgan bir mezgilda bu qitimqi namoyishning Washingtonda o'tkazilishi zo'r ahamiyatga ega ekanligini astoydillik bilan bildirgan. Bu qitimqi namoyishning tayyorlik xizmatlari atrofli ishlangan bo'lib, 4 qit'adagi ko'plagan vatanparvar Uyg'urlar butun kuchi bilan qo'llab, o'zlari turishliq rayonda birlikda tashviq qilish orqali yaqindan yordamda bo'lgan. 3-aprel kuni Dünya Uyg'ur qurultiyining to'r televiziyasi yana maxsus programma tarqatib, 6-aprel Washingtonda o'tkazilmoqchi bo'lgan birlashma namoyishning oxirgi chaqiriqini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimqi namoyish Dünya Uyg'ur qurultiyi tashkillagan 2018-yil 27-aprel Yevropa ittifoqi oldida o'tkazilgan 5000 kishilik namoyish hamda 2018-yil 6-noyabr Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida o'tkazilgan xalqaroliq zo'r namoyishdan keyingi Xitoyning jazo lagerlariga qarshi 3-qitimliq ko'lami zo'r namoyish bo'lib sanaladi ekan. Xitoyning yig'ilish lagerlarida to'liq bo'lmagan ma'lumotlar qaraganda 60 dan ortiq Turkiya fuqarosi Uyg'ur bor bo'lib, bularning ba'zilari tuqqan yo'qlash, ba'zilari tijorat uchun Sharq Turkistonga borgan. Bularning bir qismining urug' tuqqanlari va yaqinlari Turkiya Jumhuriyatiga arz sunib, ularni Xitoyning yig'ilish lagerlaridan qutuldirishini talab qilgan. Bulardan biri Muyassar Nasr bo'lib, u aksi Muhammad Emin Nasrning hozir Xitoy yig'ilish lagerida ekanligini bildirdi va Turkiya hukumatiga chaqiriq qilib, aksi va boshqa urug' tuqqanlarni qutuldirishni talab qildi.
Türkiye'de çıkıdığan Gerçek Gündem Tor gazetinin xabarida bildirishicha, 29 Mart günü Cumhuriyet Xalq Partiyasining İstanbul Millat Vakili Gürsel Tekin Türkiye Cumhuriyeti fuqarolarining Xitoyning yig'ib olish lagerlariga qamalganlik masalasini Türkiye parlamentida kun tartibiga kelgizib, ko'p sonda Türkiye fuqarolarining Xitoyning yig'ib olish lagerlariga va turmalariga qamalganligini, ularning oqibatidan xabar ilinmaganligini, maktab yeshiq to'shmagan kichik Türkiye fuqarolarining Darul Taomga o'rinlashtirilganligini, o'zining Xitoy turmisidagi Türkiye fuqarolarining ahvoli to'g'risida Türkiye Cumhuriyeti idorasi, Tashqi ishlar ministerligi, munosabatlik bosh elchixona, konsulxonalar va Türkiye parlamenti qatorliq munosabatlik organlarga ma'lumot sunganligini, bu ahvollarning ularning Türkiye'dagi urug' tuqqanlar tarafidan ta'minlangan ma'lumot va hujjatlar orqali isbotlanganligini bildirdi. Xitoyning yig'ib olish lagerlariga qamalgan Türkiye fuqarosi Uyg'urlardan biri Muhammad Emin Nasirning İstanbulda yashayotgan singlisi Muyassar xonimning bildirishicha, ular asli qog'liqdan bo'lib, ularning ota-onasi 1990-yili ularni o'z ichiga olgan 8 qarindosh birlikda Turkiyaga kelib o'ltiraqlashgan. 1994-yili oila bo'yicha Turkiya fuqaroligiga qabul qilingan. Muhammad Emin Nasir 2007-yili qog'liqqa berib to'y qilgan va bir qancha yildan buyon ko'p qatim qog'liqqa borgan. Onun ayoli qog'liqda turadigan bo'lib, ularning 4 farzandi bor ekan. Muhammad Emin Nasirning 2017-yili 3-oyda qog'liqqa kelganligini va 2017-yili 9-oyning 9-kuni uning qog'liqda saqchilar tarafidan tutilib ketilganligi xabarini olgandan buyon hozirgacha uning haqida hech qanday ma'lumot ololmaganligini bildirdi. İstanbulning Zaytunburnu rayonida yashaydigan Türkiye fuqarosi Uyg'ur Yahyajon Qurban ve Amina ismli ayol hozir Xitoyning yig'ib olish lageri tutib turilayotgan bo'lib, ularning İstanbulda yashayotgan qizi Xonqiz Qurban muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning yig'ib olish lageridagi ota-onasi to'g'risida so'zlab, ularning hozirmi Xitoyning jazo lagerlarida ekanligini dalillagan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan altın medalga erişken yaş ayollar Türkiye Taekwondo komandasini tabrikledi. Türkiye Ovozi radiosunun xabar qilishicha, 14-chi navbatlik Yevropa Taekwondo chempionligini talish musobaqasida Saydanur Yavuz, Nagihan Besleme ve Sila Özdendin tashkil topgan yaş ayollar Türkiye Taekwondo komandasi Yevropa chempioni bo'ldi. Musobaqa Yevropa Taekwondo birlik tarafidan Türkiye Taekwondo Federatsiyasining sohibxonligida Antaliyaning Kemer nahiyasida o'tkazildi. Yevropa Taekwondo chempionligini talish musobaqasiga 26 davlatdan 541 tanarkachi qatnashdi. Birinchi kuni 12 kategoriya bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Musobaqa oxirida Saydanur Yavuz, Nagihan Besleme ve Sila Özdendin tashkil topgan yosh ayollar Türkiye Taekwondo komandasi Yevropa chempioni bo'ldi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan altın medalga erishgan yosh ayollar Türkiye Taekwondo komandasini tabrikledi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.